tez ulgurib qoladigan joyi, sababi mana shu ko'rib turgan yangi uchastkali egalariga unaqa ko'p ham bo'lmadi. 80 mingga yaqinga tushgan ekan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra eng arzon narxlarda bo'ladi. Pul srochniy kerak bo'lib qolibdi. Xudo xolasa dokumentlarimiz oldi sotdiga tayyor. Shu ko'rib turgan joyinglar umumiy maydon X30 ga tushgan 4 ta xona alohida. Undan tashqari ikkita sanuzellargacha remont holatlari svejiy turibdi. Sababchi bolalar nomidan kelishsa, mebel texnikalari ham xorsindi. Bonusga mebel texnikalarigacha gaplashib qo'yganmiz. Manzilga keladigan bo'lsak, shundoq Toshkent posti bor, atigi probkani hisobga olganda 10-15 daqiqalik yo'l. Orientir Oqtog' masjidi bor, hamma bilgan. Shunda Oqtog' masjidida 100 metr kirganda bo'ladi. Yonida poliklinika, xullas infratuzilmalardan muammosi yo'q. Podol yo'nkislarigacha qilib qo'yilgan. Bu uchastkamiz yana bitta fishka tomoni tupida joylashgan, ikkita dona xonadon. Shuni ishlovchi 10 ta mashina bemalol sig'adi. Detskiy plashatka o'rnida ham foydalansanglar bo'ladi. G'ishtdan qurilgan sifatli mahsulotlarda egalariga 70 mingdan yuqori tushgan joyi hozirgi kunda tez ulgurib qolib, sababchi bolalarning nomidan 61900 gacha xarid qilsanglar bo'ladi. Menimcha shaharda 2 xonali dom puliga bo'lsa kerak. 4 xonali tayyor uchastka, tez ulgurib qoladigan joyi. Doimiy video aksiyada egalarni o'rnini qoldiramiz. Sababchi bolalarning nomidan tez ulgurib qolib, barakasini qilsanglar bo'ladi.